Men kuchli emasman. Faqatgina yashash uchun harakat qilyapman. U kuchli, hammasini yengib o'tadi, taslim bo'lmaydi, sinib qolmaydi deb o'ylashingizni istamayman. Yelkamdagi bu yukni majbur ekanimdan ko'taryapman. Siz mendagi chidamlilikni ko'ryapsiz-u, ezilib, sinib tamom bo'lib borayotgan yuragimni ko'rmayapsiz. Sizlarni ko'zingizda ojiza, zaifa emas, bir erkak turgandek go'yo. Ammo men erkak emasman. Men kuchli emasman. Men yashash uchun kurashayotgan, charchagan, o'ziga nozik ayol deb qarashlarini, mendagi mas'uliyatni o'z zimmasiga olishlarini kutayotgan bir kurashchi ayolman. Men kuchli emasman.